Qizlar, dushmanlaringizni uyingizga mehmonga chaqirsanlar, mana shunday postada ovqat bilan choy tortinglar. Shunday postalarni ko'rib ichi kuyib o'ladi. Turma qizlar, buni qo'yinglar qizlar. Eng yaxshisi men sizlarga mana shu yerdagi postalarning narxi bilan tanishtirib o'tsam. Mana qo'limdagi narsani qaranglar. Dunyoviy narsa. Ichida xohlagan narsangizni solib qo'ysangiz bo'ladi. Buning narxi 250 ming so'm. Aynan siz uchun shu yerga kelsangiz 190 ming so'mga beradigan. Voh, mana shu pastaga o'ldim. Meni uyimda mana shu pastaning ko'k rangidan bor. Sizlarning uylaringizga esa mana shunday sariq pasta yarashadi. Bu naborning narxi 1.450 ming so'm. Lekin mana shu naborni xarid etganingizdan keyin uni yonini mana shunday pechonitsa qo'shib beriladi. Bu hali hammasi emas. Bundan tashqari mana shunday non podnos qo'shib beriladi. Qaranglar qanday chiroyli, nafis narsa. 1.450 ming so'm pulimiz qisangizda qoladi. Mana qaranglar qizlar, mana temirni ko'rdinglarmi? Munirini ko'rdinglarmi? Ichida bolti bor, umuman kleylanmagan narsa. Haqiqiy original narsa. Buni prostoy variantini hech qanday temir yo'q, ichida bolti yo'q. Oddiy kleylangan variantini 350 ming so'mdan boshqa yerda sotib turibdi. Lekin bizlarda original varianti, hamma narsasi original, boltlangan, hech qanday kleylanmagan, minerlari ham temir narsa bizlarning do'konda atiga 450 ming so'mdan turibdi. Bu narsa boshqa yerlarda 500 ming so'mga sotiladi. Lekin bizlarning do'konda buning narxi 450 ming so'm. Endi bu naborimizni yaltirashdan qaranglar. Ichlari ham boltlangan, umuman kleylanmagan narsa. Yuqori ham temirdan ishlangan. Mana yaxshilab ko'rsataman, yaltirab turib. Temirlar umuman zanglamaydi, suv tishsa ham hech narsa etmaydi. Bu naborimizning narxi 780 ming so'm. Siz bu naborda xarid etganingizdan keyin mana shunday chiroyli pechonitsaning ikki donasi sizga besplatniy qo'shib beriladi. Eslatib o'taman, narxi 780 ming so'm. Shu yerning o'zida yana bir kichkina reklama qilib o'tib ketsam, qaranglar qizlarni pechonitsani yaltirashini qaranglar. Buning narxi atiga 30 ming so'm. Bunday 30 ming so'mga pechonitsani qayerdan topasizlar? Qaranglar, domzor, yana original. Bundan tashqari, mana pechonitsamizni qaranglar va shinyaviy narsa mana. Yaqindan ko'rsatib o'tib ketaman. Mana buning narxi 35 ming so'm. Meni o'zim uyima mana shunday pechonitsadan olganman. Va zo'r narsa, yana boltli. Narxi esa atiga 45 ming so'm. Dim arzon narx qizlar. Yana original narsa. Kelib, ushlab ko'rib, nerlari temir ekanligini his etib ko'rib, savdo etib ketsanglar, savdo etgan pullaringizga yana achinmaysizlar. Bu ko'rib turgan Madonna naborimizning narxi 1 million so'm. Lekin sizga 980 ming so'mga beramiz. Qaranglar qanday yaltirashini. Vikalina brendining eng original chinnisi bo'ladi. Yaltiroqlari tushib qolmaydi. Bu Madonnamiz esa buning narxi 750 ming so'm. Lekin sizga 720 ming so'mga beramiz. Bu ham original varianti. O'zingizga yoqqandan kelib xarid etib ketsangiz bo'ladi. Qizlar, mana shu qoshiq naborimiz oldin 280 mingga sotilgan ekan. Hozir narxi esa 250 mingga tushibdi. Men ham uyimga qoshiq nabor olishim kerak. Bu nabor chiroylimi? Yoki mana bu nabor chiroylimi? Iltimos kommentariya yozib keting. Tanlovma turpan qaysi birini olaman deb bularning narxini aytmoqman. Qizlar, bularning narxi 350 ming so'm. Buning narxi esa 160 ming so'm ekan. Bemalol kelib savdolashib xarid etib ketsangiz bo'ladi. Qizlarning chaynikni qaranglar, boshqa yerda 300 ming so'm sotilib turgan chaynik Rodapaning do'konida atiga 280 ming so'm sotilib turgan ekan. Yana o'shashqa ham udobniy, bemalol o'shag'anda, choy quyganda hech yeringizga to'kilib ketmaydi, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Eng qiziq joyi bu ishqiroq chaynik. Qaynasa darrov borib o'chirib qo'yasizlar gazlaringiz ham uvoq ketmaydi, qaynab. Boshqa yerda 1 million so'm 900 mingga sotilgan mana shunday original pilososlarimiz bu do'konda atiga 760 ming so'mdan turibdi. Eslatib o'taman, hamma narsasi o'zida ichida pilosos bo'ladi. Bemalol 10 yillab ham ishlasangiz bo'ladi. Ishini garantiya beriladi. Shuning uchun kelib, mana shu pilososni olib ketishingizni maslahat beramiz. Manzilni tushuntirib o'taman. Manzil Glavniy, Xalq bozorining Glavniy darvozasidan kiraverishda, ikkinchi qatorda bu darvozaning oldida taksistlar turadi, dim bilmasanglar. Taksistchilarning darvozasini osona yurasizlar. Yurganingizdan keyin ikkinchi qatordan chapga burilasizlar. Chapga burilib, uglovoy do'kondan o'ngga burilsanglar, yana shu yerdagi birinchi do'kon Rodapaning do'koni bo'ladi.